Akalar, assalomu alaykum. Buyurtma asosida Zokir akamizga Leapmotor C16 ikkinchi paychasi do'b opsiyali olib kelib berganmiz. Bunaqa mashinadan ikkita kelgan. Bittasi to'g'ridan-to'g'ri Xorazm ketadi, ikkinchisi adashmasam Andijonga, to'g'rimi? Toshkent. Akamiz 24-yil kuzovdagi mashinaga to'lov qilgandilar. Biz 25-yil kuzovdagi mashinaga olib kelib berdik. Bir hafta 10 kun zadержкасы bilan bo'lsa ham mashina glansi yetib keldi. Aka, andijonliklarga Jahon Motors tavsiya qilib qolgan bo'larmidingiz? Albatta tavsiya qilgan bo'lardim. Sababi mana pulni to'ladik. Aytgan paytda mashinani olib kelib berishdi. Bo'lib ham 24-yilgi mashina 25ga yilga ishlab chiqargan mashinani olib kelib berishdi. Bundan biz juda xursand bo'ldik. Qolaversa, bonuslari ham ichida ekan. Bonuslarini ham rusifikatsiya qilib beryapti, kalitini qilib berishyapti, baraka topishsin. Juda bir xursand bo'ldik, mamnun bo'ldik. To'g'risini aytaman, birinchi pul to'laganda qandaydir juda ishonmagandek bo'ldim o'zim aslida. Lekin Allohga tavakkal qildik, lekin unaqa bolalar emas ekan, Allohdan qo'rqadigan, sof dil bolalar ekan, mana hammasini chiroyli qilib berishsa, ishonsa bo'ladigan kompaniya ekan. Tavsiyamiz shu Jahon Motorsga zakaz qilinglar, olinglar, bizga o'xshab sizlar ham xursand bo'lasizlar. Yaxshi kunlarda shu mashina hammaga asqatsin. Sizga ham sog'lik, omonlik, ishlaringizga baraka bersin. Uylanmagan ekansiz, soliha bir go'zal, yaxshi qalbingizdagidan ziyoda chiroyli bir soliha qizni ro'para qilsin. Ota-onangizni duosini olib yuring. Hammaga rahmat. Zokir aka bilan birinchi marta ko'rishib turibmiz. Men safarda bo'lgan paytimda kelib Dilshod aka bilan gaplashib, Dilshod akaga to'lov qilib bank orqali keyin mashinalar bugun olib kelib berdik. Orada sal tushunmovchilik bo'lib qoldi. Sababi men narx berganman, Dilshodga o'zlaridan qo'shib o'zlaricha bonus berganlar. Itogi rozi rizolik bilan biz hammasini qilib beramiz, to'g'rimi? Hech narsani aniq atmay qilmadik. Yo'q. 25-yil kuzov mashina olib kelib berganimiz uchun qo'shimcha to'lov ham olmadik, to'g'rimi? Olmadingiz. Akajon, yaxshi kunlaringizga bersin. Salomat bo'ling. Rahmat. Ko'rishaylik. Kimga buyurtma asosida mashina kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqinglar, qo'ldan kelgancha tezlashtirib olib keltirib beramiz. Asosiy ishonchli kompaniya. Sog' bo'linglar.